vibratsiya paydo bo'lib qoladi, keyin baland ovoz chiqib qoladi, keyin yaxshi tortmay qoladi. Mana shu muammo nimadan bo'lishini ko'rsatib o'tamiz. Hozir mana motor ochilgan. Xo'p, motorni mana parraklarining ichida ovqatdan chiqadigan yog'lar chang bilan birga yopishib, qotib ketadi. Mana shuni hisobiga motorga vibratsiya beradi. Og'irlashib ketadi bu. Shuni hisobiga vibratsiya beradi. Mana videoda ko'rib turgan dimoxod vitichkamiz, mana ko'rib turishingiz mumkin. Qanday ideal holatga keltirdik. Mana bu yoqlar chang kirib, moy bo'lib, yopishib ketgan edi. Mana bularning ahvoli ham dabdala edi. Mana hozir chotki holatga keltirdik. Xo'p, biz sizga nima demoqchimiz? Buni uy sharoitida hech qachon o'zingiz tozalashga harakat qilmang. Hozirgi kunda juda ko'p mijozlarimiz olib kelyapti. Uyda suv sepib tozalayman deb motorni kuydirib qo'yishyapti. Mana sensor elektronli taraflarini kuydirib qo'yishyapti. Mana shu uchun imkon qadar malakali mutaxassisga murojaat qilganlaring ma'qulroq. Agar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqib, bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zimiz borib uylaringni olib ketib, o'zimiz remont qilib olib borib beramiz.